Bugungi shu so'zlagan darsimizga asosan men uy film deganga bir tane logo yasab beray. To'g'ri yasashda biz eng avval mayada yangi bet ochamiz. Yangi bet ochgan vaqtda bu yangi betning ichini o'lchamlari bo'ladi hamda. O'lchamning ichida men boshqa yerlarga chiqilmay turib, kengligini 88 qilib belgilayman. 88. Egizligini 31 qilib belgilayman. Amaliyotda shu tug' belga, ya'ni tor bekatning tug'ininki kenglik egizligi o'lcham bo'yicha ilinadi. Ham buningga oddiy qilib bir xat yozmoqchi bo'lgan bo'lsak, masalan, tekst ramkasini, tekstga xat kirgizishni ilib, mayaq Uyg'ur filmlik uy film deb kirgizdim. Xatning rangini oq bo'lib qopti, mayaqdan xatning rangini o'zgartdim. O'zgartgandan yoq men saqlab qo'ydim, ha. Saqlab qo'ygandan keyin men mushu bir tal xatni harakat berib qilmoqchi bo'lgan bo'lsam, misolanga u holda mayaqda qavat birlamg'u, qavat bilan karim bo'lmaydi. Meni mayaga hech qo'ydim. Birli qavat, men faqat bir qavat bir narsadan foydalanib harakat berib qo'yay. Mayaga kelib, meni bir dona ko'paytdim. Meningda turish vaqtini 0.1 sekund qilib qo'ydim, ha. Harakati o'lchamliroq chiqsin uchun meni 0.1 qilib qo'yay, menimi bundan surib qo'yman. Yana birini qo'shib 0.1 qilib qo'ydim, bundan surib qo'yman. Mayat qavatga chiqilmayapman-ku. Yana birini qo'shdim, bundan qilib qo'yman. Yana birini qo'shdim, buni 1 sekundlik qilib bundaroq qilib qo'yay. Bektiz ketdi, ammo harakati chiqsa bo'ldi. Mana keldim. Taraqib qo'ydim. Mushu akaga vaqtida yana bir qavat qo'shay. Qo'shgandan keyin mushu qavatning o'zida meni biroz cho'nqilayli 0.2 yoki 0.5 qismimiz bo'ladi. Ma qavatga vaqtida endi buni 0.10 buni 0.15 qilib qo'yay. Qilib biz mayad 5 sekund to'g'izdim shundaqmi? Mening kelganda 5 sekund to'g'izdim. Bu ikkisida 0.15 degan 1 sekund to'g'di degan gap. 1 sekund to'g'andan keyin yana bir ma 1 sekund to'may 0.1 ga kelib qo'yib turay. 0.1 ga kelgandan yaqin meni ustiga chiqarib etdim. Yana birini qo'shdim. Ustiga azroq chiqarib etdim. 0.1 yana birini qo'shdim, ustiga azroq chiqarib etdim. Yana birini qo'shdim, ustiga azroq chiqarib etdim. Hozir oq bo'ldi. Oq bo'lgandan keyin men buni chiqarib qo'yay. Chiqirman bir tug' belgisi bu, ha. Hozir menda oq bo'lib qolsa bo'lmaydi, albatta buni boshqacha o'ziga chiqilib ishlaymiz. Men birinchi xil misol bo'lsin. Eklab men bu 0.2 qilib qo'ydim. 0.2 saqladim. Saqlagandan yoqi qaytib kirib mana bosdim. Basqanning yoqi mana mening tug' belgim bo'ldi-ku. Tug' belgim bo'ldi. Yoki bo'lmasa mayat toz ko'rinmadi desak, mousening o'ng knopkasini chekib tahrirlash deganni ochamiz. Ochganning yoqi ma'ning eklab batningki xosligi degan kirib orqa ko'rinish rangini boshqa rangga yo'tkab qo'yamiz. Yo'tkidik. Endi ko'rindi bu. Maningda endi aniq ko'rindi, ma'va Uyg'ur film degan, uy film deganmiz. Ham Uyg'ursini yozamiz, inglizchisini yozamiz, xanzursini yozamiz, batning adresini yozamiz. Shuning bilan bu chiqdi. Da to'g'ni mushkil shaklda ishlaymiz. Men oddiylik qilib ishlab qo'ydim. Bugun dastlabki dars o'qishga